Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, aka-uka, opa-singillar, sog' salomatmisizlar? Charchamayapsizlarmi? Keyingi obyektimizni ham topshirdik. Xudo xolasa hozir topshiramiz. Egasi kelyapti yo'lda. Keyincha bir video qilib qo'yay dedim. Xo'p, yotoqxonasi bu. Yotoqxonaga keladigan bo'lsak, bu yotoqxona sal kichikroq bo'lgani uchun hamma joydan maksimalli foydalanishga harakat qildik. Polkalarni qildik. Trimosini bunaqa qilib joylab berdik. Push mexanizmlar qo'yganmiz. Bu yoqda ham polka, bu yoqda ham polka, bu yoqda ham polka, bu yoqda ham polka. Bu yoqda vishilka kiyim ilish uchun. Xo'p, kuxnasiga keladigan bo'lsak, kuxnasi duh kontur 1 metr, kuxnani o'zi 3 metr, общий 4 metr bo'lgan. Bu yog'i ham bor, 1,5 metr. Xullas mana shunaqa. G-образный bo'lgan, xolodilnik bu yoqqa qo'yiladi. Kir mashinani moslab qo'yib berganmiz, mo'ykalari. G'aladonlarni ko'rishinglar mumkin. G'aladoni DVP yoki HDF emas. Kim kuxnya qildiradigan bo'lsa, mana shunga ahamiyat bersin. G'aladonlariga DVP, HDF ishlatishmasin. Mana shunaqa qilish bersin iloji bo'lsa. Yaxshi bo'ladi, proshnosti yaxshi. Qoshiqdoni skriti qilib berganmiz. Kargosi bor, butulka qo'yish uchun, ziravorlar, butulkalar qo'yish uchun. Havo tortgichi. Keyin yana bitta narsaga ahamiyat beringlar, azizlar. Mana shkaf bekib turibdi. Ko'p holatlarda mana shu shkafni ichiga havo to'planib, dimlanib, mana shunday ochganingizda yuzingiz yurib beradi. Issiq dimlangan havo yuz yuradi. Shunaqa bo'lmasligi uchun mana sizlarga maslahat. Kim kuxnya qildiradigan bo'lsa, kimga qildiradigan bo'lsa ham aytinglar, o'sha qilayotgan ustalaringga, işte mashg'ulot bo'lmasligi uchun buna qilib mana ora tashab ketsin, ochiq joy tashab ketsin. Havo aylanib turadi shunda. Havo ichkarida to'planib qolmaydi. Yaxshi bo'ladi. Ochishga ham juda ham oson. Mana. Keyin yana plyus tomoni bor. Buni mana artayotganingizda ruchka bez ruchka qilsangiz, artayotganingizda bemalol artasi, ruchka xalaqit qilmaydi, boshqa qilmaydi. Juda ham udobniy, yaxshi. Podsvetkalari mana sensorli. Podsvetkani ko'rsanglar mana o'yib orasiga yopishtirib chiqqanmiz. Sensor qo'yib berganmiz mana. Xullas mashq holat, kuxnaga baho berib o'tib ketasizlar. Prixoshkasini ko'rsataman hozir. Prixoshkasi mana. Prixoshka mo'yishi materialdan bo'lgan. Bemalol yuvib, kir bo'lib ketdi, dog' bo'lib qoldi deb o'ylanib o'tirishga hojat yo'q. Bemalol suvda yuvib, ayamasdan ishlatsa bo'laveradi. Mana o'tiradiganlarni hamma yo'q mo'yishi bo'lgan. Mana shu ozgina ishimiz qoldi. Mana shuni qatirib qo'ysak, ishimiz tugadi, xudo xolasa. Oynalari bor, g'aladonlari bor, tortmalari, push mexanizm. Bu tarafda kiyim ilish uchun vishilka, bu tarafda polka. Mana ko'rishinglar mumkin. Bunga ham podsvetka qo'yib berganmiz. Podsvetka mana bu kulchatir, razvedka, kulchatir bilan razvedka devorda bo'lgan. Mana bunaqa joyda bo'lgan. Keyin shkafga olib qo'yib berdik, olib qo'ydik bu yoqqa. Mana bu svetnikida kulchatir mana. Bu svetga ulab qo'ydik buni. Billa yonadi ikkalasi mana. Mana shunaqa holat. Kim yangi uy solayotgan bo'lsa, kvartirasiga yo uyiga mebel qildirishni o'ylanib yurgan bo'lsa, bemalol o'ylanmasdan aloqaga chiqinglar. Shunaqa chiroyli prixoshka deysizmi, kuxna deysizmi, yotoq mebel deysizmi. Xullas, hammasini chiroyli qilib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Hammalaringga sog'lik, salomatlik tilayman. Xonadonlaringga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xizmat bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.